internetlarda zakazga kelib turgan mahsulotimizni biz nalitiga tayyor holatda olib qo'yganmiz. Buni Toshkent shahridagi Kentavr agro do'konidan xarid qilishlaringiz mumkin. Bu texnikamiz o'zi vazifasi nima deb qiziqqanlar uchun makka poyani, o'sgan makka poyani o'rib, poyasini silos qilib, yerga maydalab to'kib ketadi. Jo'xorisini bunkerga yig'ib ketadi akalar. To'plab bitta joyga to'kib ketsalar ham bo'ladi. 1 soatda 5 gektargacha bo'lgan makka poyani o'rib, sutasini ajratib, poyasini silos qilib ketadi. 188 salarka motor bilan jihozlangan bo'ladi. Juda ham ekonomik bo'ladi. 1 soatda atiga 1,5 metrgacha salarka rasxod qiladi. Bundan tashqari kalit satr zavod bo'ladi. 36 tali akkumulyatorlari ham bor. Ruchnoy ham zavod qilsa ham bo'ladi. Hop, karobka qismi satelitli karobka bo'ladi. Katta karobka bilan jihozlangan. Ikkita skorisi bor. Undan tashqari zadniga ham yuradi. Yo'llarini 360 gradusga aylantirsa ham bo'ladi. Baland past bo'lgan migrosga bo'ladi. Narxini $1850 qilib beramiz. O'zbekistonda istalgan tochkasiga kelishilgan holda dastavkaga ham ishlab beramiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha bepul dastavkalarni qilib beramiz akalar. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqarasiz.